Assalomu alaykum hurmatli chorva ishqibozlari hamda YouTube foydalanuvchilari. Bugun mana biz ayni damda Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Palaxon mahallasidamiz. Qadrli aka-ukalar, bugun chislamiz 15-yanvar 2026-yil, haftaning payshanba kuni. Bizda işte sotiladigan haqiqiy dehqondan 3 bosh sigirlarimiz bor ekan. Ya'ni ikkitasi haqiqiy chorniy piyostra zotli, keyin bittasi o ittanoni shved zotli. Shularni video obzorini qilib beramiz. Videolarimiz xato nuqsonlar bo'lsa, kamchiliklar o'z-o'zini so'raymiz. Videolarimizni yoqsa like bosib qo'yasizlar. Qani bo'lmasa biz boshladik. Ukalar, mana biz haqiqiy chorvador molga tushunadigan, haqiqiy o'zi yetishtirib mollarda mana shunday zo'r qilib tarbiya qilib, bo'g'oz qilib, sigir qilib sotadigan ishonarli qo'llarda mana Qodirjon ukamiz yoniga keldi. Hormang, Qodirjon. Kevoldingiz. Ahvollaringiz yaxshimi? Hormang endi. Rahmat aka. Xirmonga baraka. Qodirjon, nimaga bugungi biz tanishtiradigan mollarimizni bir video obzorini ko'raylikchi. 3 bosh bo'g'oz mol bor, tayyor bo'lib qolgan o'zlari. 15 mingga va'da qo'ygan ekan. Qodirjon, bularni yoshi qanaqa? Bunaqancha ekkuri ichini yetkizdirdi. Narigisi endi buzib endi yoryapti, chiqaryapti. Demak, hali ancha buzuq ekan-da bular. Ha, shu yoshiga yetib keldida. Behijolat mol. Necha oylikdan bo'g'oz bular? 8,5 oyga tug'ildi. 8,5. Tug'ishiga 10-15 kun shu qoldi. o'ylasa o'z tug'ib qoladi. Bir mana shularni hali obunachilarga haqiqiy misol uzoqda aka-ukalarimiz borda, kuzatuvchilar aytadiki, molda bizga haqiqiy bo'yini, nimasini o'lchab beringlar akalar, hali o'zimiz o'lchab chiqib olaveramiz deydi. O'shanga agar metr bo'lsa-da, bir o'lchab turib, haqiqiy bo'ylari bilan tanishtirsak. Ikkovining yoshi bir xil, a? Yo'q, buniki hozir shu ikkita yetkazib, uchinchisi chiqaryapti tishini. Bu mana tishini endi buzdi. Qani ana shu tishini ham bitta ko'raylikchi. Akalar mana endi tish tashyapti. Ikki tish. Buni chiqardi. Mollar nima deyapti akalar, haqiqiy zo'rlari. Tishini chiqar, uchinchisini ham chiqaryapti. Akalar, haqiqiy mol topiga kelibdi. Mana birinchisiga bo'g'oz ikkovi ham. Ikkovi ham birinchisiga bo'g'oz. Bu hali yililarni o'sha hali boshligiga behijolat. qani bir silab nima qilib beringchi bo'lsa. Haqiqiy oq yili mana yerlilar, behijolat mollar. To'rjoyda. Hali buni qattiq ushlashda nimani keragi yo'q. Hali molga tushunadigan aka-ukalarimiz bular. Behijolat endi yetay boshlaydi. Yumshoq a? Yumshoqligi hali yelini ancha sovuradi tuqquncha. endi solishni boshlaydi. Behijolat. Yellarni ko'raylik uni. Haqiqiy oq yelin O'z molga yumshoq. tushungan bo'lsa, endi tay solishni boshlaydi. Qani bo'ylarni bitta o'lchab beraylik endi shu joyga. Orqalari ham hamma yeri molda kelishgan, haqiqiy chorniy piyostra zotiga mansub bo'g'oz xonajillar. Bo'ylarni mana shu yelkasidan o'lchaymiz. Qani? Biri 37, 38, biri 40, 1 santimetr. 35 ga olishadi. Biri 35 ga olaverasizlar mana. Ikkovi ham bir xil. O'lchab berdi ana akalar, ukalar ikkovi ham bir xil. Qani buni bo'yi yerga qo'yib, Bu ham 37. bir xil ikkovi ham. Bir xil. O'zlar ko'rib ham turishibdi. Endi eng asosiysi narxida gap. Qodirjon, bular nech pul deyapmiz? Qani molga yaqinroq. Yakkalabga bo'lsa, bunisi mana 42 kami bor hozir. Qorasi ko'proq, a? Ha. Bu Busheskiga o'xshaganchi. Bunisiga 44 deymiz, kami bor. Kelishtirib beramiz. Ikkovini bir joyga olaman degan aka-ukalar bo'lsa-chi. 85 berishaveradi, jinni kamini qilib beraman. Dastavkalari. Dastlabki O'zbekiston bo'ylab bor aka. Akalar, ukalar, mana haqiqiy dehqondan narxlarni ham bozorlarda ko'rib turibsizlar. Narxlar buni mollar 50 million, 60 million sotilyapti mana. Tuyoqlari hamma yeri joyda. Behijolat yurtirimni ko'rdiramiz. Akalar, mana tuyoqlari. Hali ko'pchilik aytadi, tuyoqlarini ko'rsatmabdi deydi. Akalar, biz hali videomizga 100% javob beramiz, mollarimizga ham javob beramiz. Qani bitta yurdirib ko'rsataylik-chi. Akalar, hozir bularni ham bitta yurdirib ko'rsatamiz. Endi mabodo hali shved so'ragan akalarimiz, ukalarimiz bo'lsa, mana bitta shvedni zo'ri bor.
Mana birinchi tug'ishga. Bu necha oylik? Ha, yechmaydi, turing. Bu necha oylik? Bu ham shu 15 kunlik qoldi. Shu oyda oxirlasa tug'adi bu ham janob. Kelar yellarni ko'ringlar. Haqiqiy novvosga o'xshaydi-ku va bu. Aha. Behijolat yellarni shu sizlarni yuvoshli tizimi. Buni bo'yi qancha? Buniki 27 chiqdi. 27, biri 27. Bu ham buzov. Buni tishini ko'rsatib ko'ramiz. Qani, kelar nima deyapti? Qani. O, hali buzov ekan. Bo'ldi, ko'rdik-ku. Ha, tish ham buzgan yo'q. Behijolat. Qani bitta yetalab ko'rsataychi, novvosga o'xshar ekan. Shved boqaman degan akalarimiz bo'lsa, haqiqiy xo'jalik bobidan 4 so'm. Kilosiga ham, boshqasiga ham. Hali yeyishi zo'rligidan mana shu holatga kelgan. Bu necha oylik bo'ldi? Qanchada tug'adi? Tak. Bu ham o'z balla qochgan hammasi bor. Hammasi bitta qochgan, ha? Shu oyda oxirlasa cho'y ham tug'adi behijolat. Akalar, mana haqiqiy zo'r varianti. Shvedga ishqibozlar bo'lsa, xohlasa hali chorni piyoz tura olaman deganlar bo'lsa, ana ikkovini tavsiya qilamiz. Ana shved bitta bo'lsin, zo'r bo'lsin degan bo'lsa, haqiqiy xo'jalik bobidan zo'rdan. Qodirjon, narxi nech pul buni? Endi bu tashqariga endi chiqdi, o'shani endi sho'xlik qilyapti. 38 deymiz, kami bor. 38 million kam bor. Bu ham xuddi shu dastavkasiga, nimasiga kelishadigan. Kelishga holatda qilib beraveramiz. Akalar, ukalar, mana haqiqiy dehqon ukamizdan. O'zi yoshligidan qo'l bola ko'p. Yoshligida videolari ham bor. Akalar, hali bozordan olib kelib boshqa sotilgan yo'q buni. Mabodo so'raganlarga qo'yib beraveramiz. Yo'q. Mana akalar, mollar, oyoqlari, tuyoqlar hamma joyida. Hammasi. Tavsiya qilamiz mana shu molni. Haqiqiy zo'r variant. Ishqibozlar bo'lsa, endi hammasini ishqibozlari bor, shved mollarida. Yelillari ham oq yel mana. Xudo xolisa sut to'kadi. Narxi ancha arzon. Endi misolni bozorlarda ko'rib bilib yuribmiz. 38 million so'm ancha 27-28 millionga ham ana ko'rib yuribsizlar, qochma xonajillar olyapti. Bu aniq bo'g'oz, xudo xolasa 10-15-20 kunda tug'adi. Uzog'i, eng uzog'i 1 oy. Bo'lmasam yetib bormaydi. Mol yetilib turibdi. Tepalarini ko'ringlar, haqiqiy zo'r ekan. Kelar, mana Bushinski. Bu chorni piyostra Bushinskiga o'xshar ekan. Molni ko'ringlar. Hech qanday yurishida, hali nimasida nuqson yo'q. Molni orqalariga, oldiga hamma yeri kelishgan. Qana bu tekshirib, nima qilib olaverasizlar? Mabodo hali uzoqdan ko'rayotgan aka-ukalarimiz bo'lsa, mana bemalol mana molni hamma yerini ko'rsatdik, o'lchadik. Hali, например, misol uyingizda molingiz bo'lsa, o'zingiz o'lchab turib, demak shuncha ekan deb, hali ko'z oldingizga keltirib olaverasiz. Yelinni ko'ringlar, akalar, hali yelin holatda bu. Buni olgan odam xudo xolasa 6-7 bemalol bolasini oladi. Behijolat 10 tagacha tug'adi. O'z vaqtida qochyapti. Vaqtida qochyapti. Mollardan eti ham zo'r, hamma yeri zo'r. Akalar, tavsiya qilamiz. Bunaqa arzoni kamdan kam bo'ladi. 85 million jupini olganga qilib beramiz dedi. Kelishadigan joyi bor hammasini. Men 1 so'm so'rasalaring haqlaring bor. Mana bunisi. Oldi ko'ringlar, haqiqiy 4 so'm. Hamma yeri joyida kelishgan, yelillari ham. Hali ikkinchi tug'ishiga ancha ochilib ketadi, mola yana. Behijolat aka. Katta bu. Kattalashadi ham, suti ham hamma yo'qga qo'shiladi. Mana birinchida shunchalik kelar. Tavsiya qilamiz. Zo'r variantidan. Arzon joytidan so'raganlar uchun. Xolasiz shved, xolasiz chorni piyostra. Haqiqiy toza qonli xunajin bo'g'oz sigirlar. Nima deysan? Bir vaqtda tug'adi. Ikkovini bir joyga olgan odam xudo xolasa baraka topadi. Bir xil Fatima Zuhra ekanda. Qani, chu. Agar uchovini ham olaman desa,
Bir joyga yana ham xudo xolasa yo'lida qilib beramiz aka. uchovini haydang, men oldim deydiganlar bo'lsa, Ha, behijolat. Chu. Akalar o'zi molni shunday ko'rgan odam ham biladi. Mollarga boshqa gap yo'q. Hech qanaqa hali bozordan olib kelib boshqa olgan yo'q. Mana o'zi yetishtiradi. Eski videolari ham bor. Men ishda yozdi kunida o'zi novoz qo'shib, zo'r novozlardan qo'shib qochirgilgan. Behijolat aka, bular gibrid qo'yga qo'ychi. Semental gibrid tug'adi. Xudo xolasa. Zo'r variantida. Mabodo yana hali keladiganlarga bor kechkilari hali zo'rlardan. Endi tayyor bo'lyapti ular. Akalar 8 oydan o'tdi, endi 9-oyga o'tyaplar. akalar o'tgan oldingi yil olgan akalar hali ham telefon qilishadi. Hali bormi sigillar deydi. O'sha paytda jinni kechkiroq bo'lib qoladi. Hali qayt olyapti, bir marta olganlar. Xudo xolasa olganlar baraka topyapti. Mollarda hamma yerga javob, yeb ichishiga, sog'lig'iga, barchasiga javob beriladi, shundaymi? Ha, behijolat aka, hamma yo'q, sog'ligiga, qonigacha behijolat. Qana, hali doktorlaring bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, bemalol tekshirtirib olasizlar. Mollar hammasi zo'r. Yelini ko'ringlar. Mana aka, behijolat. Yelini ko'ringlar akalar. Endi taylashni boshladi, hali soladi. Yuvoshligi ham zo'r, Yuvoshligi o'ta zo'r. 50 million, 60 millionlik mollar tayda qilib ketadi, to'g'risi. 85 million bir joyga olsa, xudo xolasa 85 million kami bor, ozgina yo'lini qilib beramiz. uni 38 million. Uchovini baravar olaman deganlar bo'lsa, Beramiz aka, uchovini. kelishtirib beriladi. Xudo xolasa, qarov zo'r bo'lsa, mana bunisini ham tanishtirib qo'yaylik mana. Bunisi ham shved. Bu o'zimizning haqiqiy shvedlardan. Xudo xolasa novoz tug'ib qolsa ham zo'r tug'adi. Shu akalar, ukalar, videolarimiz xato nuqsonlar bo'lsa uzr so'raymiz. Videolarimizni ko'rib obuna bo'lib qo'yinglar, obuna bo'lmaganlar, xudo xolasa biz mana shunday haqiqiy dehqon akalarimizni uylaridan videolar tayyorlaymiz. Birinchi qo'ldan, unaqa hali ikkinchi, uchinchi qo'l emas. Mana shunaqa zo'rlardan. Mabodo olaman degan aka-ukalarimiz bo'lsa, ko'rganlar boshqa gruppalarga podelitsa qilib yuboringlar. Mana shunaqalar qidirib yurganlar bo'lsa, mana arzon joytidan. Bozorga ham solishtirib boshqa qolaverasizlar. Hech qanaqa qimmat emas, boshqa emas. Mana shu dehqon ukamizdan. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Hamma chorvasiga Alloh baraka bersin.